Ayni kunlarda hududlarda maktab bitiruvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu jarayon Toshkent viloyatida ham uyushqoqlik bilan tashkil etilgan bo'lib, texnikumlarda kasblar oyligi doirasida turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Bugun Toshkent viloyatidagi 57 ta texnikumda 104 turdagi kasb-hunar o'rgatilmoqda. Bu yil 9-sinf bitiruvchilarining ma'lum qismini texnikumlarga qamrab olishni tashkil etish soha mutasaddilaridan katta mas'uliyat talab qiladi. O'rta Chirchiq tumanidagi 2-sonli texnikumda ham xalq xo'jaligi tarmoqlari uchun o'rta bo'g'in mutaxassislari tayyorlanmoqda. Bu yerda yoshlarga 10 ga yaqin kasb yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalar beriladi. Asosiy yo'nalishlarda tahsil olayotgan o'quvchilar dual ta'lim shaklida texnikumda bilim olish bilan birga tumandagi korxonalarda ishlab daromad ham topmoqda. Hududdagi umumta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etgan tadbirda yoshlar namoyish etilgan ko'rgazmalar orqali yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdi. O'quvchilarimiz o'zlari qiziqqan kasblar bo'yicha to'liq ma'lumot olishdi, yetarlicha. Hozir ko'rsatib berishdi amaliyotda yong'in xavfsizligi bo'yicha sohaga qiziqib qolishdi. Avtomobil ta'mirlash sohasiga, IT sohasiga, qizlarimiz tikuvchilik sohasiga dual ta'lim bor ekan. Shu dual ta'lim bo'yicha ham ishlab, ham o'qish imkoniyati bor. O'quvchilarimiz shu sohaga ham qiziqishdi. Mazkur texnikumda favqulodda vaziyatlar tizimi uchun ham o'rta bo'g'in mutaxassislari tayyorlanadi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi harbiy xizmatchilari tomonidan tashkil etilgan amaliy o'quv mashg'ulotlari ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Jami 1300 nafar o'quvchilar ishtirok etdi. O'qish istagini bildirganlar ta'lim muassasamizga 600 nafardan oshdi. Hozirda ta'lim muassasamizda 7 ta yo'nalish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni berib kelmoqdamiz. Yangi o'quv yilidan 7 tadan 12 tagacha yo'nalishni oshiramiz. Qabul kvotamiz amaldagiga nisbatan 2 barobarga oshishi kutilmoqda. Bugungi tadbirimizda o'quvchilarga mavjud va kelgusida ochilish rejalashtirayotgan yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlarni berdik. Bu kabi tadbirlarni viloyatdagi barcha tuman va shaharlarda tashkil etish ko'zda tutilgan bo'lib, asosiy maqsad bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasbiy ta'lim tizimi, mavjud mutaxassisliklar va yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishtirishdan iborat.